2026-yil 7-14 may kunlari O'zbekiston hududida ob-havo asosan iliq va issiq bo'ladi. Bu davrda bahorning oxirgi kunlari kuzatilib, yozga yaqinlashgan harorat seziladi. Toshkent viloyatida havo harorati o'rtacha 26-34 daraja atrofida bo'ladi. Ba'zi kunlari qisqa muddatli yomg'irlar yog'ishi mumkin, lekin ko'p vaqt quyoshli va iliq bo'ladi. Farg'ona viloyatida harorat 25-33 daraja oralig'ida bo'lib, ob-havo barqaror va iliq kechadi. Yomg'ir ehtimoli juda past. Andijon viloyatida harorat 25-34 darajagacha ko'tariladi. Ba'zi kunlari qisqa yomg'ir bo'lishi mumkin, lekin asosan issiq va qulay ob-havo kuzatiladi. Namangan viloyatida havo harorati 24-33 daraja atrofida bo'ladi. Ob-havo ko'proq yarim bulutli va iliq bo'ladi. Yomg'ir kam kuzatiladi. Samarqand viloyatida havo harorati 26-35 daraja oralig'ida bo'ladi. Ba'zi kunlari yomg'ir yog'ishi mumkin, lekin ko'p vaqt quyoshli va issiq bo'ladi. Buxoro viloyatida havo juda issiq bo'lib, 28-36 darajagacha yetadi. Yomg'ir juda kam bo'ladi va asosan quruq ob-havo kuzatiladi. Navoiy viloyatida ham issiq ob-havo saqlanib, harorat 27-36 daraja atrofida bo'ladi. Yomg'ir deyarli kuzatilmaydi. Qashqadaryo viloyatida esa havo harorati 27-35 daraja bo'lib, iliq va ba'zan shamolli ob-havo bo'ladi. Yomg'ir kam tushadi. Surxondaryo viloyati eng issiq hududlardan biri bo'lib, harorat 30-38 darajagacha ko'tariladi. Yomg'ir juda kam bo'ladi. Jizzax viloyatida havo harorati 26-34 daraja atrofida bo'ladi. Ba'zi kunlari qisqa yomg'ir ehtimoli mavjud. Sirdaryo viloyatida ob-havo 25-33 daraja oralig'ida bo'lib, asosan barqaror va quyoshli bo'ladi. Xorazm viloyatida harorat 26-35 daraja atrofida bo'ladi. Ob-havo quruq, issiq va biroz shamolli bo'lishi mumkin. Umumiy xulosa qilib aytganda, 7-14 may kunlari O'zbekiston bo'yicha ob-havo asosan iliq va issiq bo'ladi. Yomg'ir juda kam tushadi, ko'p kunlar quyoshli o'tadi. Eng issiq hududlar Surxondaryo, Buxoro va Navoiy viloyatlari hisoblanadi. Farg'ona vodiysi esa nisbatan salqinroq va qulay ob-havo bilan ajralib turadi. Videoni ko'rayotgan bo'lsangiz iltimos, video ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.